Ko'klam ko'rki shu kunlarda qalblarimizga ko'proq ta'sir etmoqda. Zero o'tib borayotgan kunlar bizni go'zal va betakror ayyom, tabiatning asriy bayrami Navro'z sari yaqinlashtirmoqda. Assalomu alaykum azizlar. Yaqinlashib kelayotgan bayram barchangizga muborak bo'lsin. O'ylaymizki, xayrli kunni tomosha qilar ekansiz, bahoriy va navro'zona kayfiyatni siz ham his qilmoqdasiz. Agar shunday bo'lgan bo'lsa, demak biz bejiz mehnat qilmagan bo'lamiz. Azizlar, yana e'tiboringizdamiz, yana mehringizdan ilhom olgan holda ijodiy ishlarimizni sizga taqdim etish niyatidamiz. Sizdan bir narsani so'raymizki, bizga oxirigacha hamroh bo'ling. Qadrli muxlislar, xayrli kun dasturi davom etadi. Ko'klam mehnat bilan ko'rkam deydi dono xalqimiz. Darhaqiqat, bahorning kelganini yurtdoshlarimizning mehnatkashlik kayfiyatidan ko'proq ilg'ab olamiz. Bugun ana shunday kayfiyat cho'ng'araliklarning yuz-ko'zlaridan ham namoyon bo'lmoqda desak, ayni haqiqatni aytgan bo'lamiz. Cho'ng'ara deganimizda beixtiyor siz ham bir narsani yodga oldingiz, ya'ni cho'ng'ara guruchlarini. Bu bebaho navli guruchni albatta bilmagan inson yo'q. Albatta bu guruchning shuhrat topishi cho'ng'araliklarning mehnati tufaylidir. Bugun bu yerdagi yurtdoshlarimiz nafaqat dehqonchilik va bog'dorchilik yumushlarida, balki boshqa sohalarda ham o'zlarining ibratli ishlarini barchaga namoyon qilmoqdalar desak, haq gapni aytgan bo'lamiz. Yaqindagina nishonlangan Xalqaro xotin-qizlar kuni arafasida aynan cho'ng'aralik yurtdoshlarimizdan biri ham taqdirlangani bizni juda quvontirdi. Zero ana shu qahramonimiz salkam 40 yillik umrini xalq salomatligi yo'lida bag'ishlab kelmoqda. Bugun ular bilan suhbatimiz jarayonida bunga o'zingiz amin bo'lasiz. Ko'rsatuvimizda aziz mehmon Cho'ng'aradagi Zilol oilaviy shifokorlik punkti doyasi, sog'lom turmush medali sohibasi Lutfuniso opa Polvonova bo'ladilar. Assalomu alaykum Lutfuniso opa. Xush kelibsiz. Olis Cho'ng'aradan yo'l bosib kelganingiz uchun sizga alohida rahmat aytamiz. Rahmat. Men avvalo taassurotlardan avval bir narsani so'rashim kerak. Lutfuniso opa, cho'ng'araliklarning bahoriy kayfiyati, Navro'z arafasidagi kayfiyati qanday? Zero biz uchun O'zbekistondan olisdagi O'zbekiston sifatida qadrlidir Cho'ng'ara. Qanday kutib olishdi bahorni? Qishlog'imizda ayol qizlari bahoriy kayfiyat bilan juda chiroyli tabassum bilan bahorni kutib olishdi. Cho'ng'ara qishlog'imiz anklav hududda chekka qishlog'ida e'tibordan tashqarida qolmasdan mana Rishton tumanimizda hokimiyat tomonidan qo'llab-quvvatlashib, bahoriy kayfiyat bilan juda chiroyli qilib konsertlarni qo'yib o'tkazib berishadi. Bahor 8-mart Navro'z, mana yaqinlashib kirib kelayotgan Navro'z bayramlarini juda ham chiroyli tarzda o'tkazib berishadi. Allaqachon boshlangan demak. Ha, boshlandi. Tog'larimizda boy-chechaklar chiqdi. Chiroyli gullar ochildi. Tog'li joylardamiz, chiroyli joydamiz. Tog'larimiz ko'karib, boy-chechaklar ochilib chiqdi. Lutfuniso opa, bu yilgi bahor sizga sovg'alar bilan keldi. Hayotingizda unutilmas kun ro'y berdi va bilishimizcha, Cho'ng'ara tarixida shifokorlar orasida birinchi bo'lib davlat mukofotiga sazovor bo'ldingiz. Ana shu taassurotlardan boshlaylik. Yurtboshimiz huzurida mana bayramni birga kutib oldingiz ayollar bilan. Hech kutmagan edim. Menga juda ham zo'r sovg'a bo'ldi. Bu 8-mart bayrami sog'lom turmush medalini shaxsan prezidentimiz o'z qo'llari bilan taqdim qilishdi. Bu e'tirof menga juda ham yana shu sog'lom farzandlarni dunyoga kelishga o'z hissamni qo'shishga juda ham undaydi. Men bu qishlog'imga yana bor mehrim bilan sog'lom farzandlar dunyoga kelishga o'z hissamni qo'shaman. Xalqimni sog'lom turmush tarzini yanada rivojlantirishga prezidentimiz oldida va'da beraman. Qanday bo'ldi uchrashuvda, nimalarni his qildingiz? Mana prezidentimiz butun O'zbekiston ayollariga tabrik yo'lladi. Bu yerda ehtirom ko'rsatildi. Davlat xizmatchisidan tortib toki farroshgacha taqdirlanganini kuzatib turdik ommaviy axborot vositalarida. Nimalarni his qildingiz o'sha yerda turib? Taassurotlar juda kuchli bo'ldi. Prezidentimiz bilan uchrashish menga juda ham katta ta'sir qildi. Mana aytdi, Zulfiyachi qizlarimiz, 28 ta Zulfiyachi qizlarimiz Zulfiya nimasi bilan taqdirlandi. Mana Farg'ona viloyatidan 5 nafar bordik.
O'ktamxon Soliyeva shoira bilan birga bo'ldik. Juda ham yaxshi ayol, o'sha medal o'zi o'rnini odamni topdi deb o'ylayman men. Har biri munosib. Ha, munosib. Prezidentimizga rahmat. Mana yana Maryamxon opa bilan birga bo'ldik. Mashhuraxon, Farg'onaliklar hammamiz birga bo'ldik. Juda ham yaxshi bo'ldi. Hammasi yaxshi, juda ham yaxshi ayollar bilan birga bo'ldim. Men juda ham xursandman bular bilan birga bo'lganim uchun. Endi bizni bir narsa qiziqtiradi. Cho'ng'aralik ayollar ham qutlashdimi sizni? Ha, Cho'ng'aradan birinchi bo'lib medal, sog'lom turmush medalini olgan men polvon va Luftinisoman. Bu qishlog'imizda birinchi bo'libda endi. Ilk bor tarixga kirdingiz. Shunaqa bo'ldi. Hamma ayollarimiz, qishlog'imiz, butun xalqi tabriklashdi. Mana Lutfiniso opa doyasiz. Farzandlarning dunyoga kelishini kuzatib turasiz. İlk bir chaqaloqni, o'g'il qizni qo'lga olganingizda nimalarni his qilasiz o'zi? Endi men o'zimni shunday baxtli his qilamanki, yana vatanimizga sog'lom farzand dunyoga kelgandan xursandman. Yana bitta sog'lom farzand, elimizga, xalqimizga foydasi tegadigan farzandlardan sog'lom farzandlar ko'p bo'lsin. Mana doim farzandlarni asrash kerak, barkamol avlod dunyoga kelish kerak deymizda, lekin barkamol avlodni tarbiyalash uchun birinchi biz onani asrashimiz kerak-da. Onalarimiz qanchalik e'tiborli bugun o'ziga yoki onalarimizga boshqalarning e'tibori qanday mana Cho'ng'arada? Bizni onalarimizga e'tiborimiz sog'lom onadan sog'lom farzand dunyoga keladi. Birinchi onalarimizni onkologik kasallarni erta aniqlash uchun ko'ruvlardan o'tkazamiz. Sog'lom bo'lish uchun ularni kasalliklarni oldini olish uchun laboratoriyadan o'tkazamiz. Ayollarimizni sog'lom bo'lish uchun mana patronaj qizlarimiz bor. Uyma-uy yurishib ayollarimizdan xabar olishadi. Kasalliklarni erta aniqlash uchun ular bilan savol-javob qilishadi. Mana Lutfiniso opaga yaqin tarixga qaytamiz. Prezidentimiz rahbarlikka kelguniga qadar eng katta muammolardan biri bu chegara masalasi edi. Ya'ni 2017-yilga qadar. Bu birinchi navbatda mana shu tibbiyotda ko'proq sezildi. Chunki og'ir bemorlarni tuman markazlariga olib borish azob edi. Shu kunlarni eslaysizmi? Ha, eslayman. O'sha prezidentimiz oldiga chiqib ketyapman, mana shu kunlarim ko'zimdan oldidan o'tdi-da, ko'zlarimdan shunday yoshlar chiqdiki, o'zim ham bilmayman qanday chiqqanimni. O'sha kunlarimiz juda ham og'ir kunlarimiz o'tgan. Kasallarni biz onkolog hududda qancha uzoqqa Rishton tumaniga yetkazib borish shifoxonaga. Bizda raddom yo'qda, tug'ruq yo'q, faqat raddomgacha ayollarimizni tayyorlab boramiz. Tug'ruqqa nimaga Rishton tumaniga markaziy shifoxonaga yetkazib boramiz. O'sha vaqtlarda og'irlashib qolgan bemorlar ham bo'lganmi mana shu endi vaqtida bo'lgan. Iloji boricha yetkazib borganmiz. Mana prezidentimiz bilan uchrashganimda dedingiz, efir boshlanishidan oldin birinchi bo'lib shu Cho'ng'aradagi hayot haqida savol berdi yurtboshimiz dedingiz. Menimcha endi faxrlanib gapirib berdingiz. Ha. Chegaralarda so'radi, Qirg'iziston xalqiga salom ayting deshdi prezidentimiz. Bugun cho'ng'araliklar nimalardan minnatdor? Hayotlari qanchalik o'zgardi hozir? Hayotlari juda ham o'zgardi. Hammasi xursand, rahmat aytishyapti. Shuncha yillik mehnatimni bilishdi-da, Cho'ng'ara xalqim ham. O'zi Lutfiniso opa faoliyatingiz davomida hech bir zerikkan vaqtingiz bo'lgan, boshqa ish bilan shug'ullanishim mumkin edi yoki ertaroq nafaqaga ketishim mumkin edi degan fikrlar o'tganmi? Yo'q, men kasbimni sevib xizmat qilganman elimga, xalqimga. 24 soat ishlagan kunlarimiz ham bo'lganda, bizda jinday qiyinroq edi. Nima tibbiyot masalasi. Tuman markazdan uzoq. Tibbiy jihozlar yetishmagan, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Endi hozir hamma shart-sharoitlar bor. Bugun yosh onalarimiz sog'lig'iga e'tibor beryaptimi? Oilasida sog'lig'iga e'tibor qaratishyaptimi? Ko'pincha mana siz doyasiz, xonadonlar aylanasiz. Tezroq bir tibbiy ko'riklarga chaqirganingizda ham ko'pincha e'tiborsiz qoldirishlari mumkin-da, tashvishlanasiz. Yo'q, hozir unaqa bas, hammasi chaqirgan vaqtimizda yetib kelib tibbiy ko'riklardan o'tishadi.
sog'lom bo'lib borishyapti. Sog'lom bo'lib borishyapti. Mana turmush o'rtog'ingiz ta'lim sohasida faoliyat ko'rsatadilar. Siz mana bir qadam oldinga chiqdingiz nazarimda. Birinchi bo'lib medalni qo'lga kiritingiz. Hali ta'lim sohasidan taqdirlanishgacha yo'q. Oilada qanday kutib olishdi xushxabarni? Oilada mana turmush o'rtog'im maktabda o'qituvchi bo'lib ishlashadi. Nima ziyoli, tushungan. Rahmat aytaman turmush o'rtog'imga, meni shunchalar tushunib, o'sha chekka qishloqda ishlatib, shu darajaga yetkazgan turmush o'rtog'imning ham hissasi katta. Qo'llab-quvvatlab turgan. Yoshlik yillaringizda qiyin bo'lmaganmi ishlash? Uy ishlari, endi juda qiyinchilik bo'lgan. Kunlarni o'tkazdik endi. Qiyinchilik bo'lgan. Endi minnatdorsiz. Minnatdorman. Turmush o'rtog'imdan minnatdorman. Aytdim, shu meni shuncha darajaga yetishimga o'shalar sababchi bo'lgan. Qanday fikr aytdilar taqdirlanganingizda? Rahmat aytishdi, tabriklashdi. Bizga qiziq Lutfunisa opa oilangiz haqida savol, farzandlaringiz, ular bugun mana izingizdan, qo'lingizdan kasbingizni olganlari bormi? Yoki boshqa sohalarga qiziqishdimi? Bitta qizim olgan kasbimni. Bemalol demak topshirib ketsangiz bo'ladi nafaqaga. Oilaviy shifoxona haqida bilmoqchi edim. Sharoitlar qanday bugun? Mana bir Cho'ng'aradek kichik joy uchun hamma sharoitlar yetarlimi? Chunki endi inson qachon betob bo'lib qolishini bilmaydi. Ha, to'g'ri. Sharoitlar yaxshi, hamma yo'q yetarli. Sharoitni juda ham yaxshilab berishdi. Yangi shifoxona tushgan. Hamma sharoitlar yaxshi. Laboratoriyalarimiz bor, vrachimiz bor. Qizlarimiz ishlashadi. Muolaja xonasi alohida, emlama xonalarimiz alohida, doya xonalarimiz alohida. Sharoitlarimiz juda yaxshi. Qadrli muxlislar, xayrli kun dasturi davom etadi. Studiyamizda bugun aziz mehmon Cho'ng'aradan tashrif buyurganlar. Ushbu manzildagi Zilol oilaviy shifokorlik punkti doyasi sog'lom turmush medali sohibasi Lutfunisa opa polvonma bo'ladilar. Yana bir bor xush kelibsiz, Lutfunisa opa. Boya men dastur boshlanganda aytdim, Cho'ng'ara deganda guruchni eslaymiz. Osh ko'z oldimizga keladi, lekin go'zal bir manzali bor, tabiati bor. Yurtdoshlarimiz menimcha bu yerga ziyoratga, dam olgani borib turishadi. Ko'payib boryaptimi sayyohlar? Ha. Biz Cho'ng'arada Yigitpirim mazori bor-da, Yigitpirim ziyoratgohi bor. Endi mana shu Rishton tumanidan, Farg'ona viloyatidan ko'p shahar qishloqlardan dam olishga borishadi. Juda ham chiroyli, hozir juda ham chiroyli bo'lib ketgan dam olish zonalari. Juda chiroyli Yigitpirim ziyoratgohida dam olib kelishadi. Ularga xizmat qiladigan tadbirkorlar ham bor menimcha. Ha, bor. Qaysi sohalarda xizmat ko'rsatishadi? Qaysi sohalarda tadbirkorlar bor bugun? Dam olish maskanlarini ko'paytirilgan, attraksionlar har xil nimalari ko'p, juda xizmat qilishadi Cho'ng'ara xalqimiz. Mana so'zimiz aylanib o'rilib baribir yana tibbiyotga qarab kelyapti-da. Lutfunisa opa eng og'ir holatni boshidan o'tkazdi xalqimiz, ya'ni bundan 5 yil ilgari koronavirus pandemiyasi. Shifokorlar bu vaqtda haqiqiy qahramon bo'lishdi. Menimcha bu vaqtda ham tinim bilmadingiz. Yo'q, juda bu vaqtda bizga juda og'ir bo'ldi. Chekka joyda bitta vrach, hamshiralar bilan nihoyatda qiyin kunlarni boshimizdan o'tkazdik. Shunga qaramasdan biz o'sha kunlardan chiqib oldik. Hamma sog'lom, yaxshi chiqib oldi. Bemorlar u qadar ko'p bo'lmadi. Yo'q, bemorlar unchalik og'ir holatda bo'lmadi. Lekin o'z shifokorlarning o'z hayoti ham xavf ostida turdi. Yuqtirib olishingiz mumkin edi istalgan daqiqada. O'zimiz ehtiyot choralarni ko'rdik. Yo'q, u vaqtda hech qanday qo'rqish esingizga ham kelmaydi ekan. Shu bemorlarimizga birinchi yordamni ko'rsatish bo'ldi, faqat bizning nimamiz. O'zi Lutfunisa opa tibbiyotda shu shifokorlikda og'ir tarafi nimada? Masalan, o'zingizning kasbingizda, doyalikda. Murakkab tarafi nimada? Sizni eng bir o'ylantiradigan jihati? Bunda endi men faqat shu bemorlarni og'ir holatga tushib qolishdan qo'rqaman. Shuni oldin olishga harakat qilaman. To'g'risi qo'rqaman o'sha og'ir holatga tushib qolishdan.
Onalarning hayoti qil ustida turadi deyishadi. His qilib turasizmi? O'zingiz ham onasiz baribir. Juda katta his qilaman bu mas'uliyatni. Men juda katta nima deb o'ylayman. Doyablik qilish nihoyatda qiyin. Ayollarimiz ikkita nimani o'rtasida turadi. Menimcha shu siz davolash paytingizda yoki ularni bir demak hayotga qaytishi uchun bemor ham kurashishi kerak. Buni tushuntira olasizmi? Faqat shifokorga bog'liq emas-da bu. O'ziga ham bog'liq bu. Shu nimadan chiqib ketish kerak, harakat qilish kerak bemorimiz ham. Bizga yordam berish kerak o'zlari ham. Mana Cho'ng'arada menimcha yoshlar juda ko'pchilik va ularni aksariyatini o'zingiz dunyoga keltirgansiz. Ko'rsangiz quvonasizmi? Albatta quvonaman, hammasi hurmat qilishadi. Bugun mana shu yutuqqa erishishingizda kimlardan minnatdorsiz? Kimlarning hissasi ko'proq deb o'ylaysiz? Menimcha ustozlaringiz ham ko'z oldingizdan o'tdi. Shu darajaga yetishimga onajonim, rahmatli onajonimni hissalari juda katta. Men buni shunday qanday gapirib nima qilishga tilim ojiz. Ular ham shifokor bo'lganlar yoki onajonim oddiy uy bekasi bo'lishgan. Onajonim o'qitishgan meni, akam yordam berishgan, akam ota o'rnida ota bo'lib meni o'qitishgan. Ulardan birinchi saboq olgansiz. Akam ham o'qituvchi bo'lishgan. Ularga endi qanday tushuntirsam ekan, shu onajonim bilan akam nima qilishganda ham ustoz ham ota-ona bo'lishib, tarbiya qilib, meni shu darajaga yetkazgan onajonimga rahmat. Qolaversa shifokorlik punktidagi hamkasblaringiz ham, chunki menimcha bu medal Lutfunnisa opa butun bir cho'ng'aralik shifokorlarga berildi. Rishtonliklarga berildi. Hamkasbalarimga ham rahmat. Hammasi menga yordam berishgan. Shu bitta o'zim eplay olmayman-ku, shu yonimda sheriklarim hammasi birgalikda yordam berishgan. Rahmat. Mana endi nafaqaga yaqinlashyapman dedingiz Lutfunnisa opa. Menimcha taqdirlandingiz, yurtboshimiz bilan uchrashdingiz. Qisqasi katta ruh va shijoat bilan qaytdingiz. Menimcha nafaqaga ketishga hali juda barvaqt. Yangi rejalar paydo bo'ldimi? Bu medalni olgandan keyin buni oqlashim kerak, yana mehnat qilaman, xudo xolasa, elimga, xalqimga mehnat qilaman. Niyatlar bor. Niyatlar katta. Endi bugun mana suhbatimizni kuzatishyapti. Ramazon sharifda turibmiz. Mana ro'zani foydalari haqida ham ko'p gapirganmizda, inson salomatligida. O'zi sog'lom bo'lish uchun, sog'lom turmush tarzini hayotimizda rivojlantirish uchun nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Bugun bir tavsiya o'rnida ham, mutaxassis sifatida ham aytib o'tsangiz xursand bo'lardik. Endi bu sog'lom turmush tarzi ratsional ovqatlanishda birinchi o'chiritda o'zimizni sog'lom olib yurish uchun ovqatlanish nimasi, mana o'zingiz aytmoqchi, ro'za oylarida ichki nimalarimizni sog'lom bo'lish uchun to'g'ri ovqatlanish kerak, ratsional, to'g'ri ovqatlanish kerakda. Ko'pincha amal qilmaymiz, iftorlikda eng og'ir ovqatlarni iste'mol qilamiz. To'g'ri. O'zingiz kuzatsangiz, masalan, ishdan tashqari vaqtda ham shifokorligingiz tutib ketadimi? Boshqadan ko'rganda. Shunaqa, endi sog'lom ovqatlanish, sog'lom turmush tarzi shunaqadan iboratda endi. Harakatchi, mana shifokorlar o'zi ham harakat qilib turadi. Bugun yurish, yugurish haqida gapiryapmiz, jismoniy tarbiya haqida gapiryapmiz. Oxirgi o'ringa qo'yib qo'yamiz ko'pincha buni. Endi ish vaqtimizdan ko'proq ortishmay ham qolamizda. O'zimizga e'tibor berishga ortishmay ham qolamiz. Shifoxonada bas, balkim uyda ham biz yordam ko'rsatamizda xalqimizga. Tun yarimlarda kelishi mumkin, ularga birinchi yordam ko'rsatamiz. Vaqt endi o'zimga vaqtga ajrashganda vaqt kamroq bo'lib qoladi. Lekin harakat qilamiz. Mana kechalari ham bezovta qiladi deyapsiz bemorlar. Shunday paytda shifokorligingizda afsuslanmaysiz? Yo'q, afsuslanmayman. Chunki dam olayotgan vaqtingizda yana bemorni qabul qilishingiz kerak. Bular men oldimga kelganda bularga birinchi yordam ko'rsatishga harakat qilaman. Birinchi o'chirda u dam olish, nima qilish hech xayolimga kelmaydi. Shular menga kelibdi, men bularga yordam berishim kerak degan xayolda ularga birinchi yordamni ko'rsataman. Demak, burch oiladan ko'ra muhimroq ekanda shifokor uchun. Endi shunaqa vaqtida shunaqa ham bo'ladi-da endi. To'g'ri qabul qilishadimi oilada? Farzandlaringiz endi to'g'ri qabul qilishadi.
aytdimi xo'jayinim shu darajaga yetishimga o'shalar juda katta sababchi. Yo'l to'sqinlik qilmaganda endi. Boshidan aytgansiz, men shifokorman, bemorlarga ko'proq vaqt ajratishim kerak. To'g'ri tushunganlar. Ha, to'g'ri tushunganlar. Farzandlarga qanday bo'lgan vaqt ajratish? Farzandlarga ham vaqtida e'tiborimni berib, sog'lom tarbiyalab, mana hammasini o'qitib, joylab. Qadrli muxlislar, siz Xayrli kun dasturini nafaqat efir orqali, balki ijtimoiy tarmoqdagi manzillarda ham kuzatib borishingiz mumkin. Ekranlaringizda ko'rinib turgan manzillarga obuna bo'lish yoddan chiqmasin. Ko'rsatuvimiz davom etadi. Suhbatdoshimiz tajribali shifokor Doya Lutfuniso Polvonova bo'ladilar. Yaqinda taqdirlangan ayollarimiz safida ular ham borlar. Endi bugun anchagina kamtarlik qildingiz, ochig'i Lutfuniso opa, chunki imkon qadar sizni ko'p savollarga tutishga harakat qildik, lekin maqtanishdan yiroq hislatlaringizni ko'rdik. Bu yaxshi fazilat. Lekin endi mana suhbatimizni doimiy bir an'anasi bor. Bugun uchrashganimizdan foydalanib, mana shu telekanalimizning Ehtirom kitobi, siz ko'rib turgan mana shu bejirim kitob, taqdirlangansiz, endi bir shifokorsiz-ku, ibratli shifokorsiz, yana ham shuning uchun ibratli shifokordan esdalik qolish kerak. Mana shu bir sahifasida dil izhorlaringizni va dastxatingizni qoldirishingizni iltimos qilamiz. Katta rahmat tilaklar uchun. Mana bu hafta bayram haftasi ekan. Lutfuniso opa, xalqimizni eng bebaho bayrami Navro'z. Avvalo Navro'z bilan sizni, siz orqali butun Cho'ng'ara xalqini tabriklab qolamiz. Albatta sizni ham yaxshi niyatlaringiz bor. Ko'rsatuvimiz so'ngida bugun Xayrli kun dasturi haqida fikrlaringiz biz uchun juda qiziq va Navrozga yurtdoshlarimizga niyatlaringiz bo'lsa aytib o'tishingiz mumkin. Menga shu berilgan fursatdan foydalanib, men mana bu birinchi ro'za Ramazon oylarining ulug' kunlarida turibmiz. Shunga qo'shimcha 8-mart bayrami o'tdi. Mana kirib kelayotgan Navro'z bayrami bilan men chin qalbimdan Cho'ng'ara xalqimni, qishloq xalqimni, ayol qizlarini, xalqimni, butun xalqimni tabriklayman. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Yaxshi niyatlar o'zingizga ham hamroh bo'lsin. Mana shu sog'lom turmush yo'lida qilayotgan mehnatingizda doimo kuch-g'ayrat, sihat, salomatlik, shijoat tark etmasin deymiz. Yana bir bor rahmat Cho'ng'aradan Xayrli kun dasturiga kelganingiz uchun. Rahmat sizlarga ham, sog' bo'linglar. Ishlaringizda omad. Muborak bo'lsin. Rahmat. Qadrli teletomoshabinlar, bugun Xayrli kun dasturida aziz mehmon Cho'ng'aradagi Zilol oilaviy shifokorlik punkti doyasi, sog'lom turmush medali sohibasi Lutfuniso Polvonova bo'ldilar. Xislati va ta'rifi beqiyos bo'lgan Navro'zi olam xalqimizning boqiy qadriyatlarini o'zida mujassam etgan tabiatning ulug' tantanasidir. Yaqinlashib kelayotgan ushbu muborak ayyom barchangizga muborak bo'lsin deymiz azizlar. Xayrli kun dasturini bayram kunlarida ham kuzating. Albatta bayramona sonimiz sizga cheksiz zavq bag'ishlashiga ishonamiz, kayfiyatingiz ko'tarilishiga ishonamiz. Eng muhimi, har bir yorug' kunda siz bilan birgamiz. Xayrli kun dasturi shu yerda yakuniga yetadi. O'ylaymizki, ko'rsatuvimiz bu gal ham sizda yaxshi taassurot qoldirdi. Shunday bo'lsa, biz bejiz mehnat qilmagan bo'lamiz. O'zingizni asrang, yana yorug' kunlarda uchrashish nasib etsin. Ko'rishguncha azizlar.